Davom etamiz. Elektrotexnika sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri. Oxirgi yillarda sohaga qaratilgan e'tibor tufayli ishlab chiqarish hajmi 8,1 dan 1 barobarga oshdi. Tovarlar eksportidagi ulushi 10% ni tashkil etdi. Hududlarda ishga tushirilgan loyihalar salmog'i va investitsiya hajmi ham sezilarli darajada o'sdi. Hozirgi lavhamiz ushbu sohada erishilgan natijalar tahlili va hududlarda ishga tushgan yangi loyihalar xususida. Mamlakatimizda elektrotexnika sanoatini jadal rivojlantirish va iqtisodiyotning muhim drayveriga aylantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Agar elektrotexnika sanoatining 2015-2016 yilgacha bo'lgan davriga nazar soladigan bo'lsak, bu davrda bu soha shunchaki ichki bozorni ma'lum bir ma'noda darajada qoplashga yo'naltirilgan soha bo'lgan va aynan 2016-yildan keyin davlatimiz rahbarining bu sohani strategik soha darajasiga olib chiqqani, imkoniyatlar yaratib bergani uchun bu soha bugungi kunda eksportga yo'naltirilgan sohaga aylandi. 70 ga yaqin davlatga mahsulotlar eksport qilindi. Bugun ishlab chiqarishda respublikamizda sanoat sohasida 3,5% miqdor aynan elektrotexnika sanoati hissasiga to'g'ri kelishini yoki eksportni oladigan bo'lsak 10% atrofidagi hissa aynan elektrotexnika sanoati hissasiga to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. 2025-yil davomida 2 marotaba prezident qarori qabul qilindi ushbu sohani rivojlantirish rejalari bo'yicha. Qo'limdagi mana bu yuqori kuchlanishga ega kabel ilgarilari chetdan import sifatida kirib kelar edi. Hozir esa bu o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Iqtisodiy sakrash iborasini mana shu elektrotexnika sanoatiga nisbatan qo'llash ayni muddao hisoblanadi. Sababi mazkur soha, ya'ni tarmoq yildan yilga jadallik bilan rivojlanib, ijobiy o'zgarishlarni namoyon etmoqda. Buni esa raqamlarda ko'rib chiqamiz. Sohada ishlab chiqarish hajmi 2024-yil 30 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, 2025-yil 35 trillion so'mga yetdi. Avvallari loyihalar asosan markaz va unga yondosh hududlarda amalga oshirilgan bo'lsa, bugun olis hududlarda ham yangi quvvatlar ish boshlayapti. 2025-yilda respublikamizda qiymati 655,8 million dollarlik 71 ta loyiha ishga tushdi. Natijada 4658 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mahalliylashtirish dasturi doirasida 5 trillion so'mlik tovarlar ishlab chiqarilib, 10 turdan ortiq yangi mahsulotlar o'zlashtirildi. Albatta bu shunchaki raqamlar emas. Uning ortida mamlakat yetakchisining mazkur sohaga bo'lgan e'tibori, xalq manfaati va uzoqni ko'zlab olib borayotgan oqilona siyosati yotibdi. Davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilgan sharoit natijasida oldingi yillarga nisbatan 2025-yilda muqobil energetik yo'nalishda amalga oshirilayotgan loyihalarga 400 million dollardan oshiq mahsulotlar yetkazib berib, o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga bu ko'rsatkich oshdi. Bu o'z navbatida mahalliy korxonalar ishlab chiqarish hajmlarining oshishiga, yangi turdagi mahsulotlar o'zlashtirishiga hamda yangi ish o'rinlari yaratilishiga, importni qisqartirishga salmoqli hissasini qo'shib kelmoqda. Kompyuter mahsulotlari, savdo avtomatlar, respublikamizda ishlab chiqarishi oldin bo'lmagan issiqlik nasoslari, golf-karalar kabi yangi turdagi mahsulotlar o'zlashtirilib, ichki bozorda import o'rnini bosuvchi salmoqli mahsulotlar qatoriga qo'shildi. Toshkent shahridagi O'zkabel qo'shma korxonasi bugungi kunda xalqaro standartlarga mos 3000 turdan ortiq kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqarilib, ichki bozorda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar bilan ta'minlab kelmoqda. Korxona 10 dan ortiq xalqaro sertifikatlarga ham ega. Hozirgi kunda korxonamizda 6 kilovoltdan 220 kilovoltgacha bo'lgan kabel mahsulotlari ishlab chiqariladi. Oldin bu mahsulotlarni import hisobida ta'minlanayotgan bo'lsa, hozirgi kunda hamma standartlarga javob beradigan kabel va sim mahsulotlarini ishlab chiqarish va u mahsulotlarga ketadigan xom ashyoni o'zimizda ishlab chiqarish hozir yo'lga qo'yildi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu davlatimizning rahbarini bizga bildirgan ishonchi, elektrotexnika sohasiga, sanoat sohasiga berayotgan imtiyozlarini natijasida Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya kabi mamlakatlar bizani mahsulotimizni sotib olyapti. Yanada ko'proq mamlakatlarga kabel mahsulotlarimizni eksport qilishni rejalashtirganmiz. Jahonda texnologiya shiddat bilan o'zgarib, talablar o'sib bormoqda. Raqobat ham shunga yarasha. Albatta bunday pallada sifatli tovarlarning xaridorlari doimo topiladi. Bunda esa albatta ilm-fan va ishlab chiqarishning integratsiyasi muhimdir. Ayni shu maqsadda korxona qoshida tadqiqot va rivojlantirish markazi tashkil etildi. Birinchi bu boshlagan ishimiz bu
Rossiyani Terasfera korxonasi bilan ilmiy tadqiqot ishlarini birga olib bordik. 1,223,000 rubllik xizmat ishlarini bajarib berdik. Ilmiy tadqiqot markazini tashkil qilinishi har bitta korxonada bu juda katta natijalarga olib keladi. Sababi oldinlari ilm fanni tiyoriylashtirish darajasi past bo'lgan. Davlatimiz rahbari ham hozirgi paytda ko'p ta'kidlab o'tadilar. Ilm fanni rivojlantirish, ayniqsa shu korxonalarda ilm fanni integratsiya qilish masalalarini ko'p ko'tarildi. Ishlab chiqarish, ilm fanga berilayotgan e'tiborlari yuqori darajada o'z natijasini beradi. So'nggi yillarda O'zbekiston maishiy texnika bozorida milliy brendlar ulushi ortib, energiya tejamkor va yuqori texnologik mahsulotlarga talab kuchaymoqda. Toshkent viloyati Qibray tumanidagi mazkur korxonada ishlab chiqarilayotgan mini pechlar mahalliy iqlim, ichki bozor va texnik standartlarga to'liq moslashtirilgan. Mahalliylashtirish darajasi 60% ga yetkazildi. Korxonamiz $5 million qiymatida tashkil topgan. Bugungi kunda 20 ga yaqin elektrik duxovkalar ishlab chiqarmoqmiz. 100 ga yaqin ishchi o'rni yaratganmiz. Uzeltech sanoat uyushmasi yordamida birinchi mahsulotlarimizni Afg'oniston davlatiga eksport qilishga muvaffaq bo'ldik. Prezidentimiz tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratib berdilar. Biz ham 2023-yilda boshlagan bo'lsak, mana qisqa davrda mahsulotlarimizni 100,000 donaga yillik hajmini oshirishga muvaffaq bo'lyapmiz. Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning samarasini har bir mahalla, har bir inson kundalik hayotida his qilmoqda. Jumladan Kattaqo'rg'onliklar ham. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ish boshlagan elektrotexnika zavodida bugungi kunda 100 dan ortiq aholi vakillarining bandligi ta'minlanib, ro'zg'origa baraka kiryapti. Sharoitlarimiz yaxshi, ishlayapmiz, ro'zg'orimizga yordam bo'lyapti. Masalan, olayotgan oyligimizdan rozimiz. Yaxshi, sharoitlari yaxshi, kelib ketishimizga qulay. Farzandimni repetitorlari bor. Qo'shimcha xarajatlariga yetadi hamma oyligimiz. Xursandmiz ishlayotganimizdan shu yerga. Prezidentimizga katta rahmat. Mana bizga shunday sharoitlarni yaratib berib, ish o'rinlari ochib bergani uchun biz undan minnatdormiz. Zavodda energiya tejamkor transformatorlarning yangi avlodi ishlab chiqarilmoqda. Yillik quvvat 2100 donaga teng. Sifat nazorati doimiy e'tibor markazida. Asosan 25 xilga yaqin mahsulotlar ishlab chiqariladi. 25 kilovatdan 4000 kilovatgacha ishlab chiqarish quvvatiga egamiz. Rossiya va Xitoydan keladigan transformatorlarni o'rnini to'liq bosa oladigan mahsulotlar hisoblanadi. Podstansiyalarga quriladigan chekalar ham 80-90% gacha mahalliylashtirilib, o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Mana shu 8 gektarlik transformator klaster ishlab chiqarish loyihasini 2028-yilgacha birinchi bosqichini tushirishni reja qilganmiz. Yurtimizda investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar natijasida ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi barqaror hamda jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu yil tarixda birinchi marta O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 145 milliard dollardan oshdi. Iqtisodiyotimizga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi 43,1 milliard dollarni tashkil etib, jami investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 31,9% ga teng bo'ldi. Qulay investitsiya muhiti hududlarda aniq va samarali loyihalar orqali o'z ifodasini topmoqda. Jumladan, Jizzax erkin iqtisodiy zonasida joylashgan O'zbekiston-Turkiya qo'shma korxonasi 15 million dollarlik loyiha asosida yiliga 12 million dona elektrotexnika qismlarini ishlab chiqaryapti. Fabrikamiz 2021 yilida 2021-yilda o'z faoliyatini boshladi. Loyihaning umumiy qiymati qariyb 15 million dollarni tashkil etadi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar tobora mustahkamlanyapti. Ishonchim komilki, bu hamkorlik kelajakda yanada yuqori bosqichga ko'tariladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi yaqin aloqalar bunga yorqin misoldir. Biz investorlar sifatida O'zbekiston prezidentining biznes va sarmoya uchun yaratib berayotgan imkoniyatlari qo'llab-quvvatlashi uchun minnatdorlik bildiramiz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Korxona mahsulotlarining 65% ichki bozorga, 35% tashqi bozor, ya'ni Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston, Turkmaniston va Qirg'izistonga eksport qilinmoqda. Mahalliylashtirish darajasi esa 70% ga yetdi. Elektrotexnika sanoatida dinamik o'sish kuzatilyapti. Mamlakatimizda esa tarmoqni yanada rivojlantirish uchun ishga solinmagan katta imkoniyatlar mavjud. Shu bois 2026-yilda ishlab chiqarish hajmini 50 trillion so'mga, eksportni qariyb 2 milliard dollarga, investitsiyalar hajmini 225 million dollardan oshirish ko'zda tutilyapti. Bundan tashqari hududlarda istiqbolli loyihalar amalga oshiriladi. Bu esa mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sishiga, aholi farovonligiga xizmat qiladi.